Ovqatlarni hammaga teng bo'lib berasizmi? Ha, hamma xodimlarimizni yaxshi ko'ramiz, teng bo'lib beramiz hammaga ovqatlarni. Patsientlarni har doim shunaqa chehrada kutib olasizmi? Ha, albatta, har kuni kulib kutib olamiz. Husan aka, urologsiz-ku, huzuringizga ayoli kelganda qoshingizni qoqmaysizmi? Yo'q, Aniq qoqmaysizmi? aniq. Starshi medsestralar har doim shunaqa chiroyli bo'lib kelishadimi? Ha, biz har doim shunaqa chiroyli bo'lib yurishimiz kerak. Tabiiy chiroylimisiz? Albatta. Oxirgi marta sartaroshga qachon bordingiz? 15 kalori. 15 kunmi? 15 kun ko'p emasmi? Yo'q, ko'p emas. MRT nurlanishli deyiladi. Sochingiz to'kilib ketganiga ro'mol o'rab olgansiz. Yo'q, MRTda 1 gram nurlanish yo'q. Qo'rqmasdan kelaversangiz bo'ladi. Kuniga kamida 30 ta odamdan qolasiz. Xursandmisiz? Albatta, har doim xursandman bo'laman. Qon olganingizdan ham xursand bo'lasizmi? Ha, odamlarga foydani tegayotgandan xursand bo'laman har doim. Makiyaj qilishni yoqtirasizmi? Yo'q, yoqtirmayman. Tabiiy chiroyli bo'lib yurishni yoqtiraman.